Dubaydagi kelajak muzeyining ichida nimalar bor? O'zi kirishga arziydimi? Menimcha Dubaydagi bu binoni ko'pchilik ko'rgan, lekin ichida nima borligi juda ham qizig'i. Men hozir ko'rsataman, siz esa like bosib qo'ying. Bu dunyodagi eng noodatiy muzeylardan biri. Bu yerda siz nafaqat robot va eksponatlarni tomosha qilasiz, balki kelajakka sayohat qilgandek bo'lasiz. Kosmik kemada osmonga uchish bilan sayohat boshlanadi. Aslida bu oddiy lift, lekin zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanganligi uchun sizni kosmosga olib chiqqaniga ishontirishadi. Ekskursiya mana shu joydan boshlandi. Bu yerda siz kosmos haqida juda ham ko'p ma'lumotlar olishingiz mumkin. Siz bu yerda o'zingizni fantastik filmlarga tushib qolgandek his qilasiz. Keyin esa 2000 dan ortiq jonzotlarni DNK qutularini ko'rishingiz mumkin. Yana bu yerda kelajakdagi spa terapiyalar bilan tanishishingiz mumkin. Maxsus tovushli effektlar bilan asablaringizni juda ham tinchlantirib qo'yishadi. Hello. Nice to meet you, Mansoor. Robotlar bilan gaplashib, kelajak mashinasini ko'rib, bolajonlaringizni o'yingohda o'ynatib chiqsangiz ham bo'ladi. Bu yerga kirish narxi bir kishiga taxminan $40. O'zbek so'mida 544 ming so'm atrofida. Endi sizga savol, kirishga arziydimi yo'qmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.